Assalomu alaykum muslimalarim, yaxshimisizlar? Mana hozir Andijon filialimizga kelgan bolajonimizning holatini bir ko'ringlar. Ular shunaqa darajada qiynalgan. Mana ko'rib turibsizlar, hozir oyoqlarida shu darajada qiynalib, toshbola toshib boshlagan. Bola shu darajada qiynalyaptiki, kechasi bilan oyoqlarini qichib, bola uxlamasdan chiqyapti. Mana ko'ryapsizlar. Bu hammasi gijaniki, bular qilmagan ishligi qolishmagan, yana qayta takrorlanyapti bu dog'lar. Bu toshbola toshib bolamni azobga qo'yyapti, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Bolajonim shirinlikni yaxshi ko'radi. Ichi 3 kunda bir keladi, 2 kunda bir keladi, qotib keladi shunda ham. Mana hozir yuzlarini ko'rasizlar, yig'lama bolajonim. Mana yuzlariga ko'rayotgan bo'lsanglar, yuzlarida ham xuddi shunaqangi toshma. Kichkinagina bolajonimni iltimos duo qilinglar, bolajonlarimizni qiynalib